Al-Buxoriy qo'lini ochdi-yu 1000 dinor dengizga ketdi. Hech kim tushunmadi, toki u bir og'iz so'z aytmaguncha. Kimsasiz dengiz o'rtasidagi kema safar davomida Xurosonlik bir firibgar tinimsiz xushomad qilib Daho bobomizning ishonchiga kiradi va qandaydir yo'l bilan u zotning yonida naq 1000 dinor oltini borligini bilib oladi. Tong otayotganda kema sahnida kutilmagan g'ala-g'ovur ko'tarildi. Haligi xushomadgo'y yoqasini yirtib faryod qilardi. Dod musulmonlar, uyim kuydi, 1000 dinor pulimni o'g'irlashdi, yordam beringlar! Kema darg'asi barcha yo'lovchilarni devorga taqab, bittalab tintuv qilishni buyurdi. Hech kim qutula olmasdi. Navbat Imom Buxoriyga yaqinlashib kelardi. Tuhmatning mudhish tus olganini ko'rgan Daho bobomiz yonidagi 1000 dinorga to'la hamyonni oldilar-da, indamasdan qop-qora dengiz qa'riga uloqtirib yubordilar. Tintuvda hech narsa topilmadi. Hammaga asossiz tuhmat qilgan firibgarning esa qattiq ta'zirini berishdi. Kema qirg'oqqa yetgach, haligi xurosonlik firibgar kelib so'radi. "Pullarni nima qildingiz?" "Dengizga tashladim", dedi Buxoriy. "Shuncha pulni-ya?" Hayratdan yoqasini ushladi firibgar. Shunda Imom Buxoriy javob berdilar. "Ey johil banda, butun hayotimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini to'plagan, hamisha halol yashagan bo'lsam, nechuk izzat nafsimni bir o'g'rining tuhmatiga qurbon qilarkanman. Butun umrim davomida yiqqan ishonch va adolat durini qandaydir dinorlar evaziga sotarkanman. Boylik o'tib ketadi, ammo ishonch va adolat abadiydir." Ammo Daho bobomizning taqvosi shunchalik kuchli ediki, daryo bo'yida kamon otib mashq qilayotganda tasodifan bir ko'prikning ustunini sindirib qo'yadi. Birovning haqqidan dahshatga tushib, ko'prik egasidan uzr so'raganda nima bo'lganini bilasizmi? Asl haqiqatlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.